Men Haydarova Sevara Asatilla qizi, Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti, veterinariya jarrohligi va akusherlik kafedrasi dotsenti sifatida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Men bu dargohga 2018-yilda oddiy assistent lavozimida ishga kirganman. Asosiy faoliyatimni hayvonlar kasalliklarini davolash bilan birgalikda o'z ilmiy faoliyatimni ham yo'lga qo'yib, yosh olimlarni bilan birga ishlashda, talabalar bilan birga ishlashni yo'lga qo'yib kelganman. Muhtaram prezidentimiz bergan imkoniyatlardan kelib chiqib, doktoranturaga kirishni orzu qilganman va 2019-yilda tayanch doktoranturaga qabul qilinganman. 2022-yil ilmiy faoliyatim yakunida itlarda naysimon suyak sinishlarining etiopatogenezi, davolash va bitish jarayonlarini faollashtirish mavzusidagi veterinariya fanlari falsafa doktori, ya'ni PhD dissertatsiyamni himoya qilganman. Va mana shu yillar mobaynida 2018-yildan boshlab to hozirga qadar 100 dan ziyod ilmiy maqolalar, ya'ni Scopus bazalarida chop ettirishga muvaffaq bo'lganman. Bundan tashqari OAK e'tirof etgan jurnallarda ilmiy maqolalar, darsliklar, o'quv uslubiy qo'llanmalar chop ettirganman va tadqiqot natijalarini amaliyotga tatbiq qilish maqsadida 3 ta tavsiyanoma ham chop ettirganman va bitta monografiyam ham mavjud. Prezidentimiz tashabbusi bilan aynan bizlarning soha, ya'ni veterinariya sohasiga bo'lgan e'tibor yanada kuchayib bormoqda. Shularni inobatga olgan holda men ham o'z g'oyamni shakllantirdim va o'sha g'oyamni ilmiy loyiha shakliga keltirdim va 2025-yilda Innovatsion rivojlantirish agentligi tomonidan ta'sis etilgan Olima ayollar ilmiy amaliy loyihalar tanlovida uy hayvonlarida suyak kasalliklarini davolashda mumiyodan foydalanish mavzusidagi grant loyihamni yutib oldim va ushbu loyiha menga 980 million so'm miqdoridagi grant mablag' ajratdi. Menga bildirilgan juda katta ishonch deb hisoblayman. Hozirgi kunda ushbu loyiha doirasida tabiiy mumiyoni hayvonlarda suyak kasalliklarini davolashda va ularni oldini olishda, osteoreparativ jarayonlarni faollashtirishga ta'siri bo'yicha bir qancha natijalarga erishdim va ushbu natijalarni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha ham ishlar amalga oshiryapmiz. Hozirgi kunda ushbu loyiha doirasida 30 dan ziyod maqolalarim va 5 ta dasturiy guvohnoma olganman. Kasbiy va amaliy ko'nikmalarimni yanada rivojlantirish maqsadida Turkiya davlatining Istanbul shahrida Istanbul universiteti Jarrohpaşa tashkilotida renginologiya bo'yicha, ya'ni raqamli renginologiya bo'yicha stajirovka o'tab keldim. Rengen apparatlaridan foydalanish, ularni ishlatishda yuzaga keladigan nosozliklarni bartaraf qilish, hayvonlarni to'g'ri rengen tasvirga olish bo'yicha o'z malakamni oshirib keldim. Albatta bularning barchasi yurtboshimiz tomonidan bizga bergan imkoniyatlarni mana shu xorijiy mamlakatlarda malakamizni oshirib kelib O'zbekistonda ushbu bilimimizni tatbiq qilishimiz kelajakda yaxshi kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi deb o'ylayman. Muhtaram yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek, kelajak yoshlar qo'lida. Biz yoshlar mana shu yurtboshimiz tomonidan berilayotgan islohotlar, mana yangi O'zbekistonda ayniqsa hozirgi kunda veterinariya sohasiga berilayotgan katta imkoniyatlar, bundan tashqari olima ayollarga berilayotgan katta imkoniyatlar, mana shu grant mablag'larni ajratish, ko'rik tanlovlarda ishtirok etish, xorijiy safarlarda malaka oshirish, stajirovkalar o'tash, bularning hammasi bizga mustaqilligimiz bergan katta imkoniyat deb hisoblayman va yurtboshimizni bizga bergan cheksiz imkoniyatlardan cheksiz minnatdormiz. Va biz yoshlar bu kelajakda ushbu berilgan imkoniyatlarni to'g'ri foydalangan holda yanada yuqori natijalarga erishishni maqsad qilib olganmiz. Mustaqilligimizning 35 yillik ayyomi bilan barchalaringizni chin yurakdan tabriklayman va oilalaringizda tinchlik, osoyishtalik tilayman.